Bugün acayip bir kun bo'lyapti. Ulug' g'albiyatga 80 yillik. Men Nayt Xo'jalovotni mening bo'larim shu qish qatnashib Berlingacha borgan. Endi ashlan aqsidan biz shunchalik hozir mana hayot yashayapmiz. Mana asbinimiz ochiq, zamonimiz tinch. Ash bo'larimizga ko'p rahmat. Ashlan aqsida mashta kunlar bo'lyapti. Ham bizning yashayotgan davlatimiz Qozog'istonda har millatlarning bizning prezident aytgandek birlishi, o'mlishi bizning eng yuqori uftuğumuz. Hammanglarga shu ulug' g'albiyat kuni har qaysinglarning uyiga xotirjamlik, baxt, saodat, teninglarga salomatlik, ishinglarga utuqlarni tilayman. Osmonimiz ochiq bo'lsin, zamonimiz tinch bo'lsin. Mon tizimde işte mening dadam var. Men dadamdan yo'qlab ketdim. O'zi vaqtida dadam so'qishda kelmabdi-ki. Shuni kutib dayib keldim. Chin ko'ngilda bugun kelgan hammanglar rahmat. Hem intibaq olsun, birlik olsun, yaxshilik olsun. Mana yomon kunlar bizga Alloh taolo kelmasin. Meni opamligi Sayvoyliqlar. Selime Sattarovniki nima? Selime Sattarovni meniki cho'ng'a bo'ldi. Abdus Sattarovmi meni opam sahna o'ynaydi 34-yilli. Abdus Sattarovlar. Endi buna desam, men mesha kelib, meshada meniki opamning cho'ndadligi hadlari ems meşede muşu yerlikte kömge muşu yerde yığılgan ki. Emanlarni 9 mayda takipleme, emanlar salametlik, katırlık, üylege bereket besson, emimizge salamet besson. Nimdeyimiz başka? Şu muşak sokuşla bu musun? Muşu meşedeki emimizi muşu kılıp, muşu üzümüzdeki dadlığımız ne? Buğularımızda eslep koyganға rahmet deymi.